Hop, bugungi beradigan ma'lumotim hozirgi davr talabi, ya'ni ayollarda o'sha estetik jihatdan tashqi go'zallikka ko'proq e'tibor berilyapti, ya'ni plastik operatsiyalar. Xo'sh, sut bezidagi plastik operatsiyalar mumkinmi? Degan savollarga javob beraman, chunki ko'pchilik kommentlardan kelib chiqqan holatda javob beraman. Plastik operatsiyalar mumkin. Ko'pchilik ayollarimiz qo'rqadiki, bir onkologik kasal bo'lib qoladimi, onkologist olib keladi degan savollar bo'ladi. Bu noo'rin savollar hisoblanadi, noo'rin fikrlar hisoblanadi. Sababiki plastik operatsiyalarni qachon qilish mumkin? Agarda masalan ayolda o'sha ko'kraklarni deformatsiyalar, ya'ni bitta ko'krak katta, bittasi kichkina holatdagi ko'kraklarni, sut bezlarini ko'ramiz. Ikkinchisi esa bu ko'kraklar haddan ziyod kattalashib ketishi, gormonal buzish natijasida juda ko'krakni og'irligi oshib ketadi. Bu nima uchun bu paytda qilinadi? Sababiki ko'krakni o'sha umurtqa tana, tayanch sistemamizni buzib qo'yadi. Chunki old tarafga osilgan holatda bo'lganda o'sha ayol kuchayib qoladi. Bu paytda to'g'ridan-to'g'ri o'sha plastik operatsiyada kichraytirish operatsiyasini qilish mumkin bo'ladi. Uchinchi holatda esa bu ko'pincha mana shu ko'kraklar ishlagandan keyin, ayol ozganidan keyin faqat ko'krakning ichida sut bezlari qoladi. Ya'ni uni yog' to'qimasi yo'qolib qolgani uchun ko'krak estetik jihatdan chiroyli ko'rinmaydi. Bunday paytda ham o'sha plastik operatsiya qilishga mamlokatlar tomonidan ruxsat beriladi. Faqat bitta nimani aytib o'taman, bular uchun oldin nima qilish kerak? Albatta, ayol kishi ko'kragini operatsiya qildirmoqchi plastik. U uchun baribir ham mamolog maslahatini bitta ko'rib, ya'ni uni shu gormonal fonni to'g'rilab, keyin qilsa, bu juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat.